Ko'zdan aqlga. Shaharda ko'z kerak, jangalda quloq. Uyg'ur xalq maqoli. Men ki bir güldün jahan bağıydı bu ye tapmadım. Neyleyin kılsa muattar dahrini bostan isi. Yani jahan bağıda bir atal gülni puraşqı nisip bulmaptı. Şunduq eken yer yüzü gülzar yedi bilen toşup kessimi bana nima payda? Alisher Navoiy. Vataningdan yiroq bir yot elga borsang, dastlabki tunlarda vaqt farqiga ko'nolmay uyqung harom bo'ladi deyishir ekan. Lekin men undaq bo'lmadim. Men rosa uxlabdiman. Vujudimdagi biologiyalik soat meni uyg'otganda tex sahar edi. Derazadan qarasam tomning kichikkina chimanzori ko'zimga qarayib ko'rindi. Uyg'onib o'zimning nadaligimni bilanmay bir haza gangrab ketdim. Tuyg'umdagi Urumchi, Baku bilan London o'zaro yo'g'rilib, makon tuyg'um mujmallashib ketgan edi. Gadirmash xiyollar ichida xeyli vaqt qaymoqib yurgandan keyin tomning kichikkina uyidagi musofir o'zimni tepib oldim. Bir odamning makon tuyg'usining nihoyatda muhim ekanligini ashundoq vaqtda ro'shan tonib yetaman. Yeni qonalg'uda o'zimning nada ekanligimni bilishim bir kunlik faoliyatimning boshlanishi bo'ladi. Nada ekanligimni jazm qilmay turib medir qilolmayman. Naga berishingizni va nemish qilishingizni bilish uchun oldi bilan nada ekanligingizni bilishingiz kerak. Vaholanki kompas yurakingizda bo'lmasa nada ekanligingizni to'g'ri bilolmay qolasiz. Saharda tomning uyi timtoz. Go'yan necha ig'izliq pashtaxliq bu uyda malla bodek edim. Turubidagi suvlar hamma a'zoyimni paklab chiqdi. Quyosh texi ko'tarilmagan bu paytda to'rt atrofni aniq farq etgili bo'lmaydi. To'satdan bir ovoz quloq tuvimda jarangladi. Mashriq va mag'rib Allohningdir. Ya'ni hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qur'oni Karim sura Baqara 142-oyat. Seni cho'qim o'zing yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Sura Baqara 144-oyat. Har ummatning yuz keltiradigan tarafi bor. Sura Baqara 148-oyat. Yüz keltiradigan taraf bir qavmning a'zolarini mayli ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni ular dengizda, havoda, yerda, uch-cheki yo'q jangalda bo'lishidan qat'iy nazar bir gavda holatiga akiladi. Yuzlangan tarafning bir bo'lishi yot bir qavmning qo'ynidagi bir musofirni uning o'z qavmiga mustahkam bog'lab turadi. İrlandiyalik Tomning Angliyadagi uyida taklamakonlik men qalbimdagi antenani qavmim bilan bir qilganimda ruhimdagi musofirlik tuyg'usi birdilla g'oyib bo'ldi. O'z qavmim bilan bo'lgan qo'shilish tuyg'usi meni chog' vaqtimgacha bo'lgan shirin uyquga bo'ldi. Shafaq nuri kichik kiyim ishkovidagi jungo yeziqini yoritganda uyg'onibdiman. Tam bu yiziqlarni tushunamdigandu deb o'yladim ichimda. Balkim u bu g'alati belgilarni sirliq bir madaniyatning yodikori sifatida bezak qatorida ko'rgandi. Tartibsiz tog' xatlar xira takshilikda laylayotgandek bilindi. O'rnimdan turib pastga oshxonaga tushdim va oshxona orqali chimliqqa chiqdim. Kuzning so'g'uq havosi xush yoqqandek qildi. Qip-qizil ichilgan ikki tal atirgul shoxning uchida jimg'ina turadi. Boya derazadan sho'ng'igan shafaq qayergadir g'oyib bo'lib, qog'ushin rangidagi bulutlarning ostida havo so'rin ko'rinadi. Ikki tal atirgulga oftob bo'lmasimi bo'ladigandek qip-qizil julolanib bilinmas tavrinadi. Mobodo ashu ikki tal atirgul bo'lmagan bo'lsa o'zimni to'ngib ketadigandek o'yladim.
Allah'ның bəndiga bo'lgan rahmati haqiqatan cheksizkan. Ikki tal atrgulga qaragan siri tabiatning mo'jizasidan zo'q elishni xelidan beri unutib ketganimni his qildim. Pul, boylik, mansab, shon shuhrat yerismanligi kishilarning ta'm sezgusini gallashtirib hayotning ta'mini uqmay yashaydigan qilib qo'ydi. Ular hayotning qimmatini tushunib bo'g'icha doktorxonadan o'rin elishadi. Ular go'yoki kechida issinish va yo'riqlik elish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Alloh o'tning yo'riqini o'chiravatdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Qur'oni Karim sura Baqara 7-oyat. Nafsoniyatchilik odamlarni mashinaga, hashamatlik dochiga, oltin va olmoslarga ega qildi. Huquqini ega qildi. Lekin ularni oddiy insonlikdagi halovatdan mahrum qildi. Ikki tal atrgul meni zilzilaga solgandek bilindi. Oshxonaga qaytib kirdim. Oshxonada biraylan nashtalık tayyorlash bilan band edi. Xayrlik sahar, dedim men. Xayrlik sahar, dedi u odam menga o'rilib qarab. Har ikkimiz o'zimizni oddiyla tanishtirdik. Gardiner jo'g'i kichik o'riq odam edi. Biz ko'rishganda uning qo'li nihoyatda yirik bilindi. Shalon sog'ut chochlari beshiga choplashib, kangrib ketgan yupqa yung posmadek bo'lib qolgan edi. Ko'kish ko'zlaridan qandoqdir bir xil xiramonlik chiqib turadi. U Yangi Zelandiyadan bu yerga kelib ishlageli 7-8 yil bo'lay deb qopti. Gardiner qog'oz purubkadagi narsalarni chinasiga shaldirlatib to'kdi. Yaproq shaklidagi u narsalarning rangi nashiga o'xshab ketadi. Qandoqdir bir xil mevalarning qiqimi aralash edi. Ondan u yana bir qog'oz purubkadagi sutni so'g'uq petila quydi-da qo'shiqlab yeyishga boshladi. Nashtalig'ingiz bek osonkan, dedim men uningga. Shundoq, turmushimmi oson, o'zimga munosabatli hamma narsani osonlashtirib qilaman, dedi Gardiner javoban. Ta'z ishingiz faqatli yo'qmi? Menga nisbatan uxlash nihoyat qiyin. Xeli uzungacha uxlayolmay avara bo'laman. Uyqumning mazasi yo'q, chunki tush ko'rganimni nima bilmayman. Gardiner menga qiziq tuyuldi. Nima degan bilan u o'z xarakteri bor odamkan. Diyorimizda to'la odam asosan o'xshash gap qiladi. Boshqalarning og'zidan umuman o'zimiz biladigan va oldinala faraz qilgan gaplarni anglaymiz. Shundaqdimi ma'nosizlik his qilmaymiz. Chunki hammamiz o'z ma'nosizligimizni unutib ketgan. O'zingiz yolg'iz turamsiz? So'radim men. Shundaq, yolg'izlikqa ko'nib ketdim. Ayol degan gap g'alati anglanadi. Men bu xil yolg'izlikni oqilona usul bilan qabul qilgan. Aniq-ku, biz hammamiz yolg'iz kelgan, yana yolg'iz ketimiz. Bir mazgillik shavqulliq hayotimdan menga qolgani yolg'izlik. Buni bir xil boturlik desak bo'lamdi. Nima deydigansiz? Hozirgi dunyoda boturlar nima ish qiladi? Kishilar hech ishning o'zlari tufayli yuz berishini xohlamaydi. Gardiner bu gaplarni deb bo'lib men bilan xo'shlashib ishga yurib ketdi. Men uchun aytganda bir erning ayolsiz tirikchilik qilishi ma'nosizlik bo'pla qolmay, balki yana qo'rqinchlik. Ayolsiz er o'zining erligini unutib ketadi. Bu jihatda Gardiner ikkimizning turmush falsafasi faqatli yaqin kelmaydi ekan. Har kimning o'zini aqlaydigan bir qismati bo'ladi. O'choqni qandoq ishlatishni bilmay biroz avara bo'ldim. O'choq to'kliq bo'lib, knopka degan narsa yo'q edi. O'choqning yuzi tub-tuz, o'choq qo'yilgan sun'iy taxtay bilan jipsilishib tuz bir takshilikni hosil qilgan edi. Uning ustiga o'choq beshidagi saymonlarni ilg'i qilib bo'lishning o'zila bir gap edi. Oxir to'k chaynikida choy qaynatdim. Bir tal tuxumni istakonga soldimda qaynoq suv quyib qo'ydim. Yana bir istakonga qaynoq suvni quyib xaltiliq choyni to'kirib 2-3 qatim cho'kirdim. Qiyniq bir istakon choy tayyor bo'ldi. Bulkaga hasal melab qiyniq choyni sumirdim.
Bedenimde paydo bo'lgan harorat rohat bir sezimni paydo qildi. Mos bo'lkidim bir necha burda arqa-arqadan o'tib ketdi. İlligan tuxumdan aplab bir to'shk ichib cho'ki bilan qochidim va og'zimga qo'yib sumirdim. Londondagi tunji nashtam mushundoq boshlangan bo'ldi. Choy ichib xiyol bilan o'ltirsam xabarjon keldi. Bugungi planimiz Londonning bir qism ko'chisini aylanish edi. Xabarjon bugungi vaqtini maxsus menga ajratgan edi. Xabarjonning do'g'aloq bo'yi mixta va sog'lom ko'rinadi. Qoyuq chochlari yirikligidan tik turadi. Atrofdagi alomatlarga oldi bilan uning ko'zi inkas qaytaradi. Uning bir ishqi tutgan pozitsiyasini harakatchan qora ko'zlari va tugilak semiz yuzidan osonli ko'rib olg'ili bo'ladi. O'shnisidagi sumkasi hamon billa edi. Bu sumkada turmush va o'rganishga aloqador narsalar bo'ladi. Londonga kelganiga 7 yilcha bo'lgan xabarjon londonliklarning turmush usuli bilan ritmiga allaburun moslashib bo'lgandek turadi. "Nashta qilavanmamsiz?" dedim men xabarjonga. "Ish o'rnimda nashta qilib bo'ldim", dedi u. "Azroq arm elib oladingizmi?" "Az to'la arm elib oldim. Yillardan beri bu xil turmushga xeli ko'nib qoldim desam bo'ladi." Xabarjon men turayotgan mushu uyning egisi Tom bilan bir qurilish shirkatining kechilik kuzatchiligini qiladi ekan. Kunduzi o'rganish va tadqiqotini qiladi ekan. U Tom bilan yaqin bo'lg'achqa tushargohimni mushiyaga o'rinlashtirgan ekan. Bir tarafdan ishlab o'qish va turmush xarajatini qamdash, yana bir tarafdan mushkul o'qishning hodisidan chiqish musofiratdagi ilm muxlislari o'rtaq holda duch keladigan tanlash edi. Yo'lga chiqdik. Esthamdagi bozorlar bu vaqtda allaburun jonlanib ketgan edi. Maqsadimiz atrofdagi muhitni ko'rish bo'lg'achqa paranglashqash oldirmay mangdik. Men xabarjonga gardinerning gapini qilib berdim. "Bo'ytoq o'tib ketadiganlar jiq", dedi xabarjon. "Odamlar bir-biriga ishonmaydi. Navoda biri bilan to'y qilib ajrashib ketadigan ish bo'lsa, uy va mol-mulkning yerimi qarshi tarafga ayirib beriladi. Hatto ba'zi ayollar erning mol-mulkini ko'zlab yotliq bo'lishadi. Muhabbat ishonchsiz bo'lg'achqa kishilar nikohga shubhalik qaraydigan bo'lib ketgan." Xabarjonning aytib berishicha, men tushgan uyning egisi Tommo bo'ytoq ekan. Umu vafosiz biriga yo'liqib kelib, aram topgan mulkining behuda qo'ldan ketishidan ansiraydi ekan. Mushundoq vahima tufayli ba'zilar jinsiy hamrohlardan bo'lib o'tishni tanlab oladi ekan. Har ikki tarafning xarajati o'z oldiga ekan. Biz gap bilan bo'lib Estham poyezd stansiyasining yeniga kelib qoldik. Bir qavatlik stansiya zalining alohida yerimi yo'qdek turadi. Xishlari va pasonidan bu qurilishning konaligi manaman deb chiqib turadi. Tazkirasidan qarasam, bu stansiya 1858-yili ishga kirishtirilgan ekan. Taxminan 1,5 asrlik bu qurilish o'zining talay kashmishidan faxrlangandek mazmutda bejirim holda qad ko'tarib turadi. Yonfon og'im bor edi. Stansiya yenidagi bir magazinga kirib yonfonlarni biraqur ko'zdan kechirdik. Baho va pason jihatdan menga dop kelgudek yonfon topolmadik. Oddiylik hammadan yaxshi deb yurmasammu, tabiitim hamisha oddiylikni xolab turadi. Nokia'ning eng oddiy nusxasi tugab ketibdi. Xabarjon avtomatik bilet elish mashg'ulotiga pishiq edi. U bo'g'ashqa bu jihatdagi tamtirashlardan xoli edim. Yer ostiga yuzlangan uzun siyrildoqlar bizni eqitib mangmoqda. Bir sap odam yer ostidan ustiga qarab oqatdi. Stansiyaning ichi cho'chaklardagi ko'hi qopdek tuyuldi. Gurildigan ovoz bilan tang yerning qorong'u bag'ridan bir necha tal chiroq ko'rindi. Orqadilla poyezdning egri gavdasi biz turgan supini titritib yiqillab keldi. Shuncha tez yetib kelgan poyezd chevar usulchi qizdek abjillik bilan shippada to'xtadi. O'shnisiga so'mki yudolgan kishilar oldirab tenib tushib qaysidir bir eg'izga o'zlarini atatdi. Saqlab turgan kishilar poyezdni yengavashdan to'ldiradi. Qo'zg'algan bekat, kelgan bekat va boradigan bekatlarning nomini eskartadigan yiqimliq ovoz vokzaldan odamlardan kelayotgan o'zgacha puroq bilan birlashib,
menamdiki Londonni qurib chiqmoqda. Diktor ayolning shu yiqimliq ovozi ko'z oldimdagi besaramjon so'g'uq manzara ustiga yeyilgan nafs shafaqdek ta'sirot berdi. Atrofdagi ishlarga qarab ulgurmaydim. Vokzalning ko'rinishlari engimdagi Tokio vokzallarining ko'rinishlari bilan tabiiy selishtirmani hosil qildi. Bu vokzal Tokio vokzallariga qaraganda ko'na chiroy bo'lib, qo'pol va so'rin ko'rinadi. Poyezdning kirish chiqishimi shavqulliq edi. Vokzaldagi tartibmi ancha muntizam emasdek edi. Londonda yer osti poyezd yo'li 1863-yili ishga kirishtirilgan bo'lib, dunyodagi tunji yer osti poyezd yo'li hisoblanadi. 2007-yili yillik yo'lovchi toshish miqdori 1 milliardga yetib, Parij va Moskvadagi metrodan qasila dunyo bo'yicha 3-aldirash metroga aylangan. Angliyada yer osti temir yo'l liniyasini Tube deb ataydi ekan. Bu gap bizcha truba, koridor degan ma'nolarda. To'g'rislari agim bu vokzal ba'ayni yarim silindr shakliga o'xshaydi. Yer ostidagi tonnellarning tutashmasidan iborat bu liniya demisimi trubaning o'ziga o'xshaydi. To'rda kiralishib ketgan 11 yer osti liniyasi katta Londonning hamma yeriga vaqtga rioya qilib apara oladi. Nishon taraf deganlarni anqaramay qaymoqibli ketdim. Shuning bilan o'zimni xabarjonning ixtiyoriga topshirdim. Poyezdga chiqdik. Siliqqina qo'zg'algan poyezd bara-bara ittiklab tonnelning qora og'ziga qarab etildi. Ko'zi boliki odam atrofdagi narsalarni ko'radi. Lekin narsalarning munosabatini hamma odam ko'rib yetilmaydi. Narsalarni ko'zatishda uchinchi bir ko'z bor. U bo'lsa ko'ngil ko'zi. Ko'ngilning tashqi yuzi boshqa odamlarninkida oz to'la o'xshab qoladi. Lekin ko'ngilning cho'nqur qatlami har bir odam uchun xos bo'ladi-ki, dunyo ana shu xoslik ko'zi bilan ko'zatilsa, inson tamoman o'zgacha bir dunyoni payqashga muyassar bo'ladi. Men boshqalar bilan paranglashish yoki dialog qurishga imkoniyat yo'q sharoitda ko'zim bilan paranglashaman. Ko'z oldimdagi qiyofatlar va belgilar men uchun ma'nodor yiziqqa aylanib, qiziqayotgan dunyoyimdan o'zimga tushliq uchurlarni qabul qilaman. Sukut ichidagi ko'zning dildagi g'alyollarini til izhor qilishga ojizdur, quloqlar anglashga pangdur. Ko'zimni ishqa soldim. Bu ko'z tashqi dunyoga talay intilib chanqab ketgan uyg'urcha ko'z ediki, taajjub, qiziqish va ta'sirlanish bilan to'lgan. Poyezd bekatlarda to'xtaydi. Odamlar tushidi va chiqadi. Odamlarga qarab Londonni turli irq va millatning tirik muzeyimi ekan deb qoldim. Har bir irq o'zining ro'shan irqiy belgisi bilan kishining xiyolini yer ostidagi uchaydak uzun tonneldan bepoyon dunyoga va tumanliq tarix bo'shliqiga boshlab ketadi. Millatlar o'zlarining irqiy sufatiga mos keladigan an'anaviy kiyimlari bilan darajadan tashqari obod bu shaharning poyezdlarida va ko'chalarida bemalol yuriyveradi ekan. O'z an'anasi va madaniyat an'anasidan yot muhitni ko'rganda qo'rinish his qilish ma'naviy asoratning ifodasidirki, bundaq kishilar zarur tepilganda o'zining urug' nasablaridan sharmandalarcha yuz o'riydi va yana bir to'pning sharafsiz kagundisiga aylanadi. Men inson o'zi iftixor bilib davom qildirgan an'anani har qanday zamonaviylik muhitida qat'iy chonmaydi ekan deb o'yladim. Bir qancha hindistonlik ayol o'zlarining ko'ngliki va romili bilan qo'rinish va ikkilanishdan xoli kayfiyat ichida poyezdagi manzaraga qo'shilib ketdi. Ular go'yo Allohning o'zlarini hind yaratganidan shukr qilgandek to'liq ruhiy to'qliqni namoyon qilib xotirjam va amin o'ltirishadi. Qarang o ayollarga, dedim xabarjonga. Ular o'zlarining milliy kiyimlari bilan Londonda chanmabdi. Bizdan boshqa xalqlar yot muhitga kelganda ustivosh almashtirib yurmaydi. O'zlari qandoq bo'lsa shu peti yashayveradi. Londonda hindlar bakchiq. Ular o'ltiraqlashgan rayonlarga borsangiz Hindistonga borgandekli bo'lib qolasiz.
Biz elgak chiqib elgakchiga tekkandek ish qiladi ekanmiz. Makka Madinaga basak arabcha, Amerikaga basak g'arbcha qiyofatlarga dum tushimiz. Bir kuni qahvaxonada o'ltiratdim, dedi xabarjon. Kulki chaqchaqlar bilan 3 qiz kirib keldi. Ular udul mulozimat peshtaxtasining oldiga berib bir narsalarni buyurtdi. Ularning qiyoqasliq kulkisi qahvaxonani bir oldi. Bayqisam ular ispan qizlari ekan. Ular inglizcha ishlatmaganidan qilchi qo'rnish his qilmagan edi. Ulardagi o'ziga ishonish ruhiga qoyil bo'lganimdan qarabli qoptiman. Xo'jayinlik ruhi eng yorishimliq kiyim. Ular kamsitilishdan xoli muhitda o'skashga yotlarning oldida tamtirashni bilmasi kerak. O'ziga ishongan xarakteri xos qizlarning jalbkorligi boshqacha bo'ladi, dedim men. Poyezd bir xil ritmda ketib boradi. Poyezdda o'ltirganlarning kiyimlariga sapsasam pason va rang jihatda bir-biriga o'xshab qoladigan ahvollarni zodila uchratqili bo'lmadi. Kiyimning turlarimi to'la ekan, dedim ichimda. Kishilar xoslikni yaxshi ko'radi. Xoslikni yaklamaydi. Balki xoslikdan huzurlanadi. Bu bizga o'xshash ideya va yurish-turishni birdaq qilishga odatlangan kishilarning ko'ziga yangi bo'lib tuyulsa kerak. Ba'zilar ig'ir besiq kiyingan, ba'zilar sho'x kiyingan, har kim o'z dunyosida qo'rinish ham uyilishdan neri. Hech kimga hayron emas, hech kimga tikilib qaramaydi. Hech kimga daxli qilmaydi. Lekin xuddi hamma odam kelishib olgandek poyezdning ichida bir intizom bor. Poyezdda o'ltirganlarning ko'pinchisining qo'lida gazet, jurnal yoki kitob bor edi. Ba'zilari o'zi o'qiyotgan mazmunning ichiga kirib ketganki, go'yo o'zining atrofini unutib ketgan edi. Ba'zi yoshlar iPhone yoki yonfonlarning tingshig'ishlarini quloqlariga tiqib nimalarnidir anglab mengishadi. Ba'zilar atrofdagi ishlarni, hatto o'zini usul-kesil unutib ketishga tirishganda ko'zlarini ching yumib noma'lum bir dunyoga ketib qolishgan edi. O'ri turganlarning ba'zilari o'ri turgan beti kitob o'qib mengishadi. So'rab bilishimcha, bu metrodagi yo'lovchilarning ba'zilari 1 soat atrofida, ba'zilari yarim soat atrofida mangadi ekan. Demak, ular oshinchilik vaqtida kitob ko'radi ekan. Qarab baqsam London gazeti bir qadar omumlashgandek turadi. Keyin o'qsam bu gazet haqsiz tarqitiladi ekan. Kishilar metro vokzaliga kirganda yoki vokzaldan chiqqanda metro eg'izidan bu gazetni elib olishadi ekan. Bu gazetni tarqatquchilar Janubiy Osiyodan kelgan kishilardek bilindi. Gazetning avvalgi betida shu kunki muhim xabarlarning asosiy mazmuni beriladi ekan. Qolgan betlarda mashhur shaxslarning xususiy turmushi, xarajati va tafovati haqidagi gaplar, shirkatlarning e'lonlari, yumorlar bor ekan. Ba'zilar bir katakchiga tizilgan harflarni tutashtirib, qandaqdir bir ma'niga ega so'zlarni qarashtirishga berilib ketgan edi. Kishilar manzillariga yetib kelganda London gazetini o'ltirgan yeriga qo'yib chiqib ketadi ekan. Yangi kelib o'ltirgan yo'lovchilar uni elib o'qiydi ekan. Abraham Lincoln: biz hamisha ogohlantirish ichida yashaymiz. Kelajak ansizlik bilan to'lgan, o'qigan gazetlarimizdan yomon xabarlarni kutamiz degan ekan. Meningcha bu gap gazetning va gazet o'qiydiganlarning xarakterini to'liq yoritib beradi. Bu jahon har xil inson to'pi va jamoatning turmush raqobati bilan to'lganki, kutmagan ishlar yuz berib turadi. Yuz bergan ishlar ba'zilar uchun omad, ba'zilar uchun ofatdir. Bexast kishilar uchun hamma ishlar tasodifiylik. O'yg'oq kishilar uchun hodisalar sabab bilan to'lgan. Ko'z oldimizda yangi ishlar bo'lib turadi. Bu ishlar bizga yaqin yoki bizdan yiroq noma'lum ishlarning sababidan kelib chiqishi mumkin. Jamiyatning noma'lum kuchlarining o'ziga tushlik o'tkazishini xohlamaydigan kishilar atrofidagi ishlarga yaqindan diqqat qilib turadi va tegishli yakunlarni chiqarib yashaydi. O'zining jamiyatdagi haqiqiy manfaatining nima ekanligini bilmaydigan odamlar gazet tashviqotining sodda agash kuchillariga aylanib qoladi.
Chunki gazet siyosiy yo'llarning manfaat taqozzosining bevosita ta'sirida bo'ladi. Vosita tanlamaslik siyosiyning bir turlik xarakteri bo'lgan ekan, siyosiy yo'nma avamni ko'ldirlatib qo'yishi mumkin. Shunga ingliz yozuvchisi George Orwell gazetda izchil to'g'ri xabar qilinadigan ish yo'qligiga burilli diqqat qilganman degan edi. O'zining hozirgi va kelgusidagi manfaatining ishga bog'lanishini tushungan odam gazetning yolg'onlaridan o'ziga foydali uchur ola oladi. Bundaq odam o'ziga gazet o'qi, chunki eng yolg'onchi gazetning cheslasi rost bo'ladi deb xitob qiladi. Men Angliya fuqarolarining gazetga bo'lgan muomalasiga qarab, o'zining davlatiga bo'lgan xo'jayinlik huquqini haqiqiy yurgizadigan kishilarning jamiyatdagi ushoq cho'ng ishlar to'g'risida intayin sagak bo'ladiganligini his qildim. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Angliyada taxminan 130 xil kundalik gazet, 1800 xil haftalik gazet chiqar ekan. Davlat tarafidan chiqarilgan gazetlarning hafta oralig'idagi setilish miqdori 13 million nusxa, yakshanbadagi setilish miqdori 14,5 million nusxa bo'ladi ekan. Uningdan boshqa 900 xildan ortiq haqsiz tarqatiladigan gazet bor ekan. 15 yoshdan oshgan aholining 63% davlatlik gazetni, 85% rayonlik yoki yerlik gazetlarni ko'radi ekan. Har xil gazet mehmonxona, restoran, qahvaxona degandek ommaviy o'rinlarda ko'zga cheliqib turadi ekan. Jamiyatdagi o'xshamagan tabaqa kishilarning o'qiydigan gazetlarimi o'xshamaydi ekan. Shunga birovning o'qiyotgan gazetiga qarab, uning ijtimoiy salohiyatini bilgili bo'ladi ekan. Gazetlarning siyosiy kontroldan xoli bo'lishi Angliyadagi uzoq yillik an'ana bo'lib, har xil gazet jurnallar har qaysi siyosiy partiyaning siyosatlarini oshkora tanqid qilaveradi. Saylan mezgili yetib kelganda gazet jurnallarning bozori boshqacha jonlanib, o'xshamagan qarashlar qaynab ketadi ekan. Gazetlar mushtariylarni qiziqtirish uchun so'zlarni yomurliq, sahifalarni obrazliq, rangdor qilib chiqarishga tirishadi ekan. Angliyani gazet baldur barliqqa kelgan davlat deyishga bo'ladi. Angliyadagi tunji gazet kundalik xabarlar gazeti 1702-yili chiqarilgan ekan. Uningdan burun jamiyat haqidagi muhim ishlar va cho'ng qarorlar ko'chadagi jakarchilar orqali tarqatilib kelgan ekan. 19-asrning oxirlariga kelganda gazetchilik rasmiy bir egilik sifatida ko'lamlashgan. Angliya chet elliklar egidorchiligidagi taratqush shirkatlarining qurilishiga yo'l qo'yadigan davlatlarning biri bo'lib, 1945-yili chet elliklarning taratqush shirkati etishdak tarixi boshlangan. Robert Maxwell, Robert Murdoch qatorliqlar chet elliklar sifatida Angliyadagi nurg'un gazet va televiziya programmasiga ega. Roshanki xususiylar egilikidagi gazet, jurnal va televiziya kanallari siyosiy yo'llarning siyosiy kuchiga ko'rinarli ta'sir qilish iqtidoriga ega bo'lib, siyosiy yo'llar fuqarolar rayining beqindisiga aylanadigan reallik dal xalqning qo'lidagi taratqularning kuchidan kelgan. Demak, matbuotning Britaniya siyosiy sahnasining rejissyori ekanligida gap yo'q. Shunga ba'zilar gazetchilikni cherkov, podshoh va parlamentdan qosila 4-kuch deb qaraydi. Televizorning borliqqa kelishi gazetchilikning o'rnini bir mahal tavratgandek qilsimi, gazet sohasining televiziyada yo'q alohidaliklarni tepib gazetchilikka tatbiqlashi natijasida gazetning kishilar qalbidagi o'rni muqimlashgan. Danlıq kishilarning hayoti, kino, tantarbiya cho'lponlari va har xil seriq mazmun gazetlarning yangi hayot bo'shliqiga aylangan. Matbuotga bo'lgan tekshirish va nazorat qilish tuzumi mukammal bo'lmag'achqa, gazetlarda ba'zida kishilarning xususiy manfaatiga chiqilib qo'yadigan ishlar sodir bo'ladi. Bu yanada qonuniy masala sifatida bartaraf qilinadi. 2002-yili matbuot arziyat komissiyasi topshirib olgan arz 2630 parcha bo'lgan. Angliyada sirtdan ko'chman bo'lib kelgan boshqa etnik xalqlarning gazetlari bor ekan. Bulardan Jungoliqlar chiqaradigan yulduzliq orol, arabcha chiqadigan arablar,
Türkler chiqaradigan olay qatorliq gazetlar xeyli ko'p tarqatiladi. Uningdan boshqa Bengal, Gujarat, Hindi, Panjob va Urdu tillarida chiqadigan gazetlar bor ekan. Poyizning ichida bir qism she'rni ko'rib tong qoldim. Deraza ustidagi bo'shliqqa tushirilgan she'rlar qisqa, oddiy, yengil edi. Xabarjonning aytishicha, har faslda 6 parcha she'r tanlanib yo'lovchilarning diqqatiga suniladi ekan. Bu she'rlarga muzikalarni kirishtiriladi ekan. She'rlar dunyodagi mashhur klassik shoirlarning she'r to'plamlarining inglizcha nusxalaridan tanlanadi ekan. Qaraganda she'riyat o'lmagandek turadi. Bugungi shoirlar podshohlarning o'rdisidan, tabiatdagi uvisidan chiqib turmushning arzimas deb qaraladigan bulung pushqoqlarga singib ketgandek qiladi. Bugun shoirlarning muqaddaslik niqobi yo'q qilib she'r yozish va uni o'qish, uni istagan har qanday kishining o'z ishi bo'lib qolgan. Mana bu she'riyatning avomlashishi, shoir nopusining barbod bo'lishi. Hozirgi odamlar ko'proq tashqi turmush va hojatlarni izlash bilan band. Lekin shoir ma'naviy turmushni izlaydi. Shoir uchun ichki qavak odamlar bilan o'zi o'ttirisidagi orliqni tangshash siniqi kelib chiqdi. She'rning o'zining mavjudiyat shaklini tangshishi kerak bo'ldi. Biz arada bir qitim liniya almashib Oxford maydoni bekiti orqali ko'chaga chiqdik. Chiqqanimiz Oxford ko'chasi edi. Ko'cha nihoyatda obod bo'lib, ikki qasnaqda sapla do'kon, turli rangdagi turli iqlim odamlari o'zlarining savdolari bilan band edi. Aytilishicha, uzunligi 2,4 kilometr keladigan bu ko'chada 548 do'kon bor ekan. Top Show, Zara, Gap, Nike, Adidas degandek mashhur markalarning maxsus do'konlari ko'zga cheliqib turadi. Bu ko'cha xuddi Qashqarning O'daldi ko'chasidek qadamiy ko'cha bo'lib, 12-18 asr oralig'ida boshqa bir nom, 18 asrning oxirlarida Oxford ko'chasi nomi bilan atalgan ekan. Men Urumchi shahrining andizisi bo'yicha qiyoslab Londondagi xalqaro shaharning binolari qanchalik egizdu deb o'ylagan edim. Amaliyotda shahardagi eng obod, Yevropa bo'yicha eng qiziq bu savdo ko'chasining ikki tarafidagi binolarning egizligi 5-6 qavatdan oshmaydi. Uning ustiga binolar kulrang tusda ko'na bo'lib ko'rinadi. Faqat bir egiz bino yiroqdan ko'rinib turadi. Bu aynaklik binoning ismi markaz nuqtasi bo'lib 32 qavatgan. Uningdan boshqa egiz bino endi ko'rinmaydi. Rostini aytsam, ko'chaning manzarasi odamlarning yurish turishidan hech qanday o'zgachilikni bayqamadim. Aksicha ko'chadagi to'la odamning kiyim-kechigi nihoyatda oddiy bo'lib, hashamatni topqila bo'lmaydi. Odamlar aldirash, lekin bahuzur ko'rinadi. İştanını qırlab kiyib shibletini paqaratib xo'jayin sumkasini qo'ltiqlab so'lat bilan mangan odamni ko'gili bo'lmaydi. Go'yo odamlarning alohidaligi va qobiliyati jamiyatdagi o'rni uning kiyinishi bilan aloqasizdek, kishilar bu taraflarga ancha e'tibor bilan qarab ketmagandek turadi. Birdek umumlashgan fasonni London ko'chalarida ko'gili bo'lmaydi. Belkim ular moda qo'g'lashish xarakterini o'ltiradi deb qarasi kerak. Mundaq bir aqliya so'z ularga mos kelsa kerak.
Özüngni qoyib etib kulalisanglar, kishilar sening ko'ni kiyimingga qarab ketmaydi. Yuqorqi gapni beyitib ifodalaganda erkinlik va ishonch eng go'zal kiyimdir desak tamoman durust bo'ladi. Jonsiz modelda yarashimliq ko'ringan kiyim xaraktersiz odamlarning uchisida go'zallik qimmatini yo'qotadi. Qaranglar ovi ketayotganlarga. Ularning qadamida arasaldilik yo'q. Maqsadiga o'zi ega odamlar ana shundoq dodil mangadi. Qaranglar bu shaharga. Ko'chalar reshatkalanmagan, chunki tartib shahar puhralarining o'zidan hosil bo'lgan. Aflatun bir shaharning qandoqligini ularning puhralarining qandoqligidan bil degan ekan. Demak, shahar degan puhra ruhi degan gap bo'ladi. Vaqti kelganda shaharning egiz binolari inson qadriga vakil bo'lolmay qoladi. Egilishimcha angeliliklar xizmat kiyimi bilan oila kiyimini kaskin farqlantirdi ekan. Ular o'zlarining xizmatini hurmat qilib ishxonalarda kostyum burulki kiydi ekan. Organlarning to'lasi xizmat formasi kiyishni talab qiladi ekan. Biroq ular ishdan tushib uylariga kirganda rohat kiyimlarni kiyishir ekan. Mehmondorchilikqa ziyofatga borganda qaturib yasanadi ekan. Erlar odatda ko'nglak va te ko'nglak kiysa oyog'ini shimining beli ichiga tiqmaydi ekan. Buningdan boshqa yevropaliklar hayron ekan. Ayollar kiyim kiyishda bakrak erkin bo'lib, chiroyli bo'lmasimi aysi bo'ladiganligi yerlarni echib bilishni yaxshi ko'radi ekan. London go'yo ota-bobosidan qolgan ko'ne kiyimlarni kiyishga amroq davlatman kishiga o'xshab ketadi. Biz ko'chalarni aylanib bo'lib kitobxonalarni araladik. Bu atrofdagi kitobxonalar Xabarjonga 5 qo'ldek tonish edi. Men diyorimizdagi oddiy bir nohiya bozorga borsammo shu yerning kitobxonasini ziyorat qilmay qolmayman. Charchagan vaqtlarimdami Urumchining kitobxonalarini aralayman. Buni vaqt o'tkazish tipidagi suhbatlardan ko'p a'lo deb qarayman. Har qanday bir shaharga borsam kitobxonasiga kirmasam issiq bosmaydi. Shu topda kitobxonalarga kirish men uchun eng hayajonli qadam edi. Bir shaharga borsam ibodatxonasini, universitetlarini, bozlarini va kitobxonasini ko'rmasam hisob qilmayman. Biz bir necha soat vaqt sarf qilib Borderes, Wateres, Tones, Foyles, Blackwell qatorliq kitobxonalarni aylandik. Kitobxonalar ko'zimni olachakman qilibdi. Islom va musulmonlarga oid kitoblar turining shuncha ko'pligiga qarab, islomning g'arb strategiyasidagi o'rnining intayin cho'ng ekanligini fahmladim. İslam tarixi, İslam qonuni, İslam davlatlari, İslam olimlari va mazhablari, Sufizm, Vahhabizm qatorliqlarga doir klassik manbalarning tarjimalari va u haqdagi tadqiqot asarlarining hammasi turkumlab topiladi. O'rta Osiyoda mustaqil davlatlar borliqqa kelgandan buyon O'rta Osiyo tadqiqoti nihoyatda jonlanib ketgan bo'lib, bu haqdagi kitoblarni ko'p edi. Vaqt e'tibori bilan men u kitoblarni tutib varaqlab qo'yish bilan bo'ldi qildim. Chunki ularning mundarijasini tafsiliy ko'rishga necha kun ketadi. Kitobxonaning osti gilam edi. O'ri turayverib putlarim telib ketganda turgan yerimdala o'ltirib ko'rayverdim. Kitobxonalarga divanlar qo'yib qo'yilgan. Qiziqqan kitoblaringizni olib ketib divanda o'ltirib ko'rsangizmi bo'ladi, dedi Xabarjon kulib ketib. Keyin shunday qilay, bugunchi yuzak ko'rib turay, dedim men javoban. Borderes kitobxonasining 3-qavatida Starbucks qahvaxonasi bor ekan. U yerga chiqib cappuccino ichishgach aram oldik. Cappuccino menga bakla lazzatli bilindi. Hozirmi London desam kuchli qahva hidi bilan cappuccinoning ta'mi esimga keladi. Borderes xalqaro kitob shirkati bo'lib, boshda Amerikada qurilgan, dedi Xabarjon. Hozir dunyoning cho'ng shaharlarida nurg'un tarmoqi bor. Bayi kirgan Blackwell aslida 1879-yili qurilgan bir xususiy nashriyat bo'lib, ilm tadqiqoti kitoblarini chiqarar ekan. Keyin ular Oxfordda kitob tijoratini yo'lga qo'ygan. Ular kitoblarni o'zi nashr qilib o'zi sotgan. Foyles 1903-yili qurilgan ekan.
Xizmatga o'rinlash imtihonidan o'tamagan William Foyles koni darslik kitoblarni yig'ib setib etish qaroriga keladi va bunday kitoblar bozor tepib ilhomlangan aka-uka Foyleslar koni kitob do'koni ochmoqchi bo'lgan. Mana hozir u ta'siri nihoyat cho'ng bir shirkatga aylangan. Waterstones kitobxonalarning eng yengisi bo'lib 1982-yil qurilgan ekan. Shundoq bo'lishiga qaramay taraqqiyoti nihoyat tez bo'lib o'tibdi. Xabarjanmu kitob xumar edi. Shunga uning biladiganlari ko'p edi. U meni kitoblar to'g'risidagi eng yangi uchurlar bilan ta'minlab kelgan edi. U kitobxonalarga kirsa biz qiziqadigan kitoblarni udul berib topa olaydi. Qiziqish nuqtalarimiz ko'p jihatda o'xshab ketgachga paranglarimiz ovun va ko'ngillik bo'ladi. Kitob bir millatning aql, farosat va madaniyatini o'z ichiga olgan yumshoq kuchini tipik darajada namoyon qiladi. Menga xuddi bu jahonning siyosiy, iqtisodiy tartibini Angliya planlab Amerikaga yurishtirgandek tuyuladi. Yer maydoni Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining 6dan 1 qismiga yetmaydigan kichik bir orol davlatining o'z zeminining 135 hassasiga teng keladigan zeminni o'zining bevosita kontrolligiga kirgizishining shundoqla butkul jahonni ingliz tili ta'siriga elishining sababi nimadir? Boshqalarni qo'yib turib birla Darwinni olsak, uning ideyasi jahonni qanchalik darajada ostin-ustin qilmadi. Millatchilik, jahongirlik, mustamlika, erkinlik, demokratiya, barobarlik, bozor, qo'shimcha qimmat, kapital degan hukmlar mushu zaminda paydo bo'lib yetilib, keyin boshqalarga yuqib yamrashga boshlagan. Ideya ishlab chiqarib, ideya orqali odam zaratlab, ideya bilan dunyo boshqarish dal mushu zaminda o'zining kamolatini yaratgan. Ana shu ideya dal kitob orqali tarqalgan emasmi? Nashriyatchilik Angliyada ayrim bir sanoat deb qaraladi. 2004-yildagi ma'lumotdan qaraganda shu bir yilda 125 ming xil yangi kitob nashr qilingan bo'lib, buning ichida 6 ming xili yangidan nashr qilingan nasriy asarlar ekan. Demak, Angliyani noqul sanoat mamlakati deyish toza muvofiq emas. U yana adabiyot mamlakati. William Shakespeare, Dickens, Austen, Virginia Woolf, Lewis Carroll, Doris Lessing'ning va yaqinqi yillardan beri jahonga pur ketgan Harry Potter degan asarning avtori J.K. Rowling qatorliq namoyandalar butkul dunyoga tonish. Noqul qattiq kuchga ega bo'lib, ya'ni iqtisodiy kuch va harbiy kuchga ega bo'lib, yumshoq kuchga ega bo'lmagan millatning hokimiyati faqat zemindala bo'ladi. Lekin yumshoq kuchga ega millatning hokimiyati kishilar qalbidan o'rin elish bilan birga qattiq kuchni uzoq muddatli hayotiy kuchga erishtiradi. Mana buni kitob bilan shahar elish desak bo'ladi.
Bir kunim Londonning bir necha ko'chasini kezish va Xabarjon bilan kang tasha paranglish bilan o'tdi. Xabarjon ishiga berishi kerak. Menmi musofirxonamga qaytishim kerak edi. Gugum tushib qadamiy shahar chiroq yo'riqi bilan bezalganda ikkimiz xo'shlashdik. Men Xabarjon ko'z tutmagan yo'l bilan timiz qilib avaylab yurib qaytdim. Tamning timtas uyida Gardiner yolg'iz o'ltirib televizor ko'rayotgan ekan. Uning qo'lida qadah, yenidila bir shisha viski turadi. U meni qadahga taklif qildi. Men may ichmaydiganligimni aytib uningga xo'sh dedim. Gardiner mayni o'ziga hamroh qilgan peti qoldi. Men yuyunib karbitimga o'zimni tashladim. Londonda odam jiq. Lekin har kim boshqalarning nazarida tashlab etilgan odamdek cheksiz tanholik cho'kib yashaydigandek qiladi. Gardiner ko'rayotgan televizorning ovozi quloqimga g'uva kirib turdi. Londonning murakkab ko'chalari kallamda peqiraydi. Menmi peqirtib qo'yib bergan odamdek o'zimga tegishli nishonni izlash bilan ovora edim.